Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli muomala obunachilari. Navbatdagi oshxona menimiz tayyor. Bu oshxona menimizni 6 metr joyga bo'yi 260 bo'lgan. Materiallari o'rmon svetga, dubzalat o'ranga kombinatsiya qilib qo'yganmiz. Andijon viloyati Chemyon materiallik. Bu oshxona menimizni 1 parametrini 3.4 mingdan tayyorlab berganmiz. Buning ichiga kiradi suv shulkasi bo'lishi qo'yib berganmiz. Bergan xosxo'rlik patronlarga. Petlelar hammasi vakuum, rolllar ham davodchilik o'z topiladi. Bergan gazga qoshiq, kapkor shunaqa narsalar o'zi bo'laveradi bemalol. Gaz plitalar yetishganlarni uyda egalari o'zlari olib kelishdi. Duxovkani joylarini, mikrofongan joylarini tashlab ketganmiz. Hammasi bemalol ishlasa bo'laveradi. Joylari ham, stillari ham beski bo'lib tushgan. Xolodilnik joylari bor bu yerda. Xolodilnik kir mashina qo'ymadi, uyda egasi o'zi qo'ymadi. Polkalarni ham ichi kengida bemalol foydalansa bo'laveradi. Kronkalar PVX kronka bo'lgan, korpusigacha 2 lik kronka bos berganmiz. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Voleybollar dastavka bepul, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishimiz bor.